Surxondaryo viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan Termiz shahri Navruz mahallasi hududida joylashgan ko'p qavatli uylar texnik saqlanishi xatlovdan o'tkazilganda, tadbirkor tomonidan ko'p qavatli uyning tutash hududini o'zboshimchalik bilan vakolatli tashkilotlardan ruxsatsiz yengil metall konstruksiyadan qurilma qurib olganlik holati aniqlandi. Aniqlangan holatlar yuzasidan tadbirkorga holatni bartaraf qilish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Aniqlangan kamchiliklar inspeksiya xodimlarining nazorati ostida bartaraf qilindi. Yuqoridagi kabi monitoring ishlari viloyatning boshqa hududlarida ham davom etmoqda.